ko'pchilik qiziqtirgan savol, qaysi turdagi skuterlarga prava va nomer shart? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 8-iyuldagi foydalanishda bo'lgan moped va skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom haqida qaror tasdiqlangan, ya'ni 393-sonli qaror. Qarorga ko'ra, moped yoki skuter mana belgilangan yuqori tezligi uni 25 km/soatdan yuqori, lekin 50 km/soatdan o'tmaydigan hamda uni quvvati 0.25 kW dan ortiq, lekin 4 kW dan oshmaydigan moped va skuterlar davlat ro'yxatidan o'tkaziladi va belgilangan tartibda davlat raqam belgilarini olishi hamda uni 16 yoshga to'lgan shaxs A toifadagi haydovchilik guvohnomasi bilan boshqarishi shart deb belgilab qo'yilgan. Qolganlari, misol uchun, tezligi 25 km/soatdan o'tmaydi, deylik 20 yoki 23, 24, 25 ga ham bormaydigan shunaqa skuterlarimiz bor, to'g'rimi? Ularga davlat raqam belgisini olish, ya'ni davlat ro'yxatidan o'tkazish va haydovchilik guvohnomasi talab etilmaydi. Demak, hozir bu skuterlarimiz 25 tezlikdan o'tmaydi, unga prava nomer shart emas. Shart emas. Yana bitta savolimiz bor. Agar yopiq zonalarda boshqarilsa, unga ham nomer prava. Misol uchun, korxona tashkilotlarda mana siz aytgandek muraviylar. Muraviylar korxona tashkiloti ichida boshqariladi. Bu joylarda, misol uchun, yopiq joylarda boshqaradigan haydovchiga albatta uni davlat ro'yxatidan o'tkazish yoki bo'lmasa haydovchilik guvohnomasini olish talab etilmaydi desak ham bo'laveradi. Bu videoni skuter olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar.